Yo, hammaga assalomu alaykum. Aziz obunachilar, sizlar bilan albatta yangi gamerman. Yangi videomizga xush kelibsizlar. Sizlar bugun o'zimizni eski ishlar, ya'ni fermachini davom ettiramiz. Bu qurollarni men o'zim yangi kelgan qurol sotishni sotib oldim, chunki o'zimni himoya qilishim kerak. Chunki agar o'tgan videoni ko'rgan bo'lsanglar, meni haligi Fayzo degan otib ketdi va o'shandan beri men bolnitsada yotdim, ya'ni kasalxonada yotdim. Xullas juda ko'p vaqtim o'sha kasalxonada yotish bilan o'tdi. Yangiliklardan kelsak, janob mer qaytib keldi. Aytishi bo'yicha u Fayzoni pulini to'lagani ketgan ekan, ya'ni Fayzoni pulini pulini to'lagan emas, u qochib yurgan ekan. Shuni story kelyapti. Chunki o'zi aytdi, men shunchaki undan men bu yerdan ketmoqchi emas edim, shu qarzim uchun ketdim dedi. Demak, u qarz to'lagisi kelmagan va Fayzon qochib ketdi. Hozirda men uni politsiyaga ariza berib qo'ydim. Uni topishsa, albatta menga xabar berishadi va qamab qo'yishar ekan. O'zi ushlashsam qamab qo'yishadi-yu va lekin boshqa ilojim yo'q. Xullas. Yana aytganimdek, yana haligi qurol sotuvchi bizga o'sha Fayzo ketgan yangi qurol sotuvchi keldi. Men ungacha naq $2000 shunaqa oddiygina qurollarni sotib olardim. Glock 17. Endi esa naq $2000 ga naq MP5 beradi. O'ylayapsizlarmi? MP5 bu Glock oldida juda ham kuchli qurol. Keyin ham yaxshi bo'ldi bizga, lekin kamchilik qurol sotib olyapti. Chunki janob aytish bo'yicha bu qurollarni maxsus litsenziya orqali ishlatish kerak ekan. Endi haqiqiy hayotda ham shu litsenziya orqali ishlatiladi. Boshqa ilojim yo'q. Meni qo'shnim chiqmayapti, bilmadim. Yana shukr-alichim. Janob mer kiraveraymi? Eshik ochiq ekan. Janob mer, men keldim. Qarayman. Janob mer, siz aytgan barcha ishlarni qildim. Hozir hamma narsani berib boraman. Mana janob mer, siz aytgan hamma narsani berib qo'ydim. Ha, yaxshi. Yangiliklarni eshitmadingmi? Yo'q, yangiliklarni hali eshitganim yo'q. Seni qo'shni qayergadir Yo'qolib qopti. Bo'lishi mumkin emas, chunki menga bir hafta oldin uchrashgandik. Nima degandi senga? Men muhim joyga ketyapman. Men ketgandan keyin men muhim ishim bor, shuning uchun bir joyga ketyapman dedi. Ha. U ketgandan buyon ikkita jiddiy aholi o'zidan o'zi yo o'ldi yo tirik, ular jasadi topilmadi. Menimcha bu yerda qanaqadir seni qo'shning bilan gap bor. Men ham shubha qilyapman. Politsiyaga hozir telefon qildim. Hozir uni surishtirishadi. Agar u mobodo qotil bo'lib chiqsa, unda yana bir qishloqdan ayrilamiz. Meni qo'shnim unaqa deb o'ylamayman, chunki temirchi bo'lsam, lekin yaxshi inson. Yaxshi inson. Men ham boshida buni deb o'ylamadim, lekin bizning qishloqdagi hammadan surishtirib chiqdim. Ha, aytgancha yangi qurol sotuvchini bildingmi? Ha, yangi qurol sotuvchi bilan tanishdim. Qurollar juda ham arzon ekan. Bu sizga nima qiziq bor? Endi shu so'rab qo'ydimda, xullas borib o'z ishlaringni qilaver. Yaxshi janob mer, unda men ketdim. Do'stlar, menda ham bir ikkita savollar bordi, chunki shu qo'shnim ketgandan buyon janob mer aytish bo'yicha ikkita jitil yo'qolib qolibdi. Umuman qayerga ketgan, yo o'lgan, jasadi ham yo'q. Mayli. Menimcha uni yo'q qulf bo'lsa kerak, hozir ochishga harakat qiladi-da, qulf ekan. Albatta qulab ketadi, birov uyi bo'lsa, endi sandiq ketmani qo'yib qo'yay. Mayli. Nima deb o'ylasak ham mayli-yu. Do'stlar, shu qo'shnim uncha
yomon odam deyolmayman, unga shubha ham qila olmayman, chunki u ancha yaxshi odam, menga yaxshilik qilgan. Orada men pul topolmagan paytda menga qarz bergan va men o'shandan keyin ya'ni fermer bo'ldim, yana pulni qaytarib berdim. Menga ko'p yaxshilik qilgan, menimcha u qotil deb o'ylamayman. Balki u qotil emasdir, balki boshqadir, men uni bilmadim. Xullas, men uni dam olay. Voy, nima shovqinlar. Qanaqadir qichqiriqlarmi? Voy, la'nat. Obunachilar, sizlar ham eshityapsizlarmi? Qanaqadir qichqiriqlar juda ham baland. La'nat. Voy, mayli, hojatiga chiqib kelay. Baqani eglab qo'yishibdi. Atrofi ko'zdan kechiray, men har kuni noto'g'riga borib hojatiga chiqib kelay deb hojatiga chiqmayman. Hali ham soatda yuribdi. To'xtatinglar do'stlar. Ovoz juda ancha baland kelyapti bu yerda. Balki hamma narsa meni do'stim uydadir. Da do'stlar, shovqin ovoz ancha balandlashdi. Endi ovoz yo'qoldi. Balki qo'shnim uyda biror narsa bordir. Do'stlar, sizlar aytishingiz mumkin, meni uyimda qurollar bor, lekin birov uyni ochib kelmayapti. Yana u menga juda ko'p yordamlar bergan. Mayli. Menimcha nega o'zim yo'q qo'ydim. Negadir men o'ylashimcha men o'ylashimcha u bo'lib chiqmasa kerak, shunday qiluvchi. Yomon kelyapti. Do'stlar, to'g'risi uxlamadim. Juda ham ko'p shovqinlar eshitib, tuni bilan u shovqinlarni eshitib qanaqadir jitel baqirgandek, qanaqadir o'yinchimi baqirgandek bo'ldi. Hali ham ular o'smabdi, la'nat. Uni yonimdagina qilib qo'yaveray. Xo'sh, yangiliklarni eshitaylikchi. Qani. Nima? Do'stlar, sizlarga ko'rmasligi mumkin, lekin men bemalol o'qib olyapman. Ajlari bo'yicha Fayzon hali ham qo'lga tushirishmabdi. U Fayzon ham qochib yurgan ekanmish. Bo'lishi mumkin, men eshikni ochay. Men qaysi haqida gapirdim? To'g'ri, bu yerda ham bor, lekin bu menga tegishli emas. Bu meni qo'shnimga tegishli. Lekin mayli, uni ishiga qo'yaveray, baribir hech narsa bo'lmaydi. Men aytishim kerak, u menga juda ko'p yordamlar bergan. Men uni hurmat qilaman, u ham meni hurmat qiladi. Menimcha u cho'chqa yo'qol bu yerdan. Bu yerda men narsalar ekaman. Yo'qol. Xullas, meni do'stim yaxshi inson, albatta. U menga juda ko'p yordamlar bergan. Menga orada pulim bo'lmagan payt hargina aytgandek yordam bergan, pul bilan qarz bermagan. O'zi aytganki, istagan payt to'lashing mumkin, puling bo'lgan payt to'lashing mumkin degan va bunaqa jiddilar juda ham kam. Chunki hatto janob meram yaxshi bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin sizga qarz berdimi, bir hafta to'laysan deb shart berib qo'ysa, unda bir haftada to'lab qo'yish shart. Bo'lmasa shu qishidan haydab ketish imkoniyati juda ham baland. Xo'sh, bularni qilib qo'ying, janob merga topshiray. Buni ham har inson ham yuribdi. Menimcha bu bo'lishi ham mumkin, lekin o'zi ishi yo'q, mayli. Janob mer kiraveraymi? Xo'sh. Janob mer, men keldim. Xo'sh. Sizga yana qo'shnimni polizi degan narsani olib keldim, chunki u yo'q, endi men fermaga men qarab turaman. Yaxshi qilibsan. Yangi mer, sen ham tunda shovqinlarni eshitdingmi? Men ham tunda qanaqadir jitel baqirgandaymi yo o'yinchi baqirgandaymi, juda ham baland shovqinlar chiqdi. Menimcha men jitelni, ya'ni qishlog'ida baqirishni bo'layman. Sizlar baqirishni o'zi shunaqa bo'ladimi? Biz shuncha darajada yomon baqiramizki, hatto o'yinchilardan o'yinchi tushamiz. Menimcha bu ovozlar bekorga emas. Hamma qishlog'idan olib chiqsam, hammasi bu shovqinni eshitgan ekan. Lekin biroz qiziqtiryapti. Seni qo'shning ketganda ham bunday shovqinlar eshitilaveribdi. Qiziq. Va yana ikkita jitelak
o'z-o'zidan yo'qolib qoldi. Menimcha bu yerda seni qo'shnining aloqasi bor. balki lekin u yaxshi inson edi. Ну, mayli, janob bermang, ketdim o'zim ishlarimni qilay. Do'stlar, lekin janob merni gapida ham jon bor. Chunki meni qo'shnib ketgandan buyon bunday ishlar sodir bo'lyapti. Bu shovqinlarni men har kuni eshityapman. Ну, do'stlar, men nima qilishni bilmayapman. Uyga kiraymikan? Lekin birov uyga kirish juda yomon, lekin u menga birov emas. U meni deyarli do'stim. Ну, mayli, unda men tunda kirib ko'raman. Xo'sh, hamma narsa tayyor. Ну, do'stlar, men tun bo'lguncha shu videoni to'xtatib turaman, chunki sizlar zerikib qolishlarini xohlamayman. Shovqinlar. Do'stlar, sizlarga haliga videoni to'xtatib turaman deganim, afsuski uyqum kelib uxlab qoldim va yana o'sha shovqin eshitilyapti. Bu shovqinlar meni asabimni ancha buzdi. Shuning uchun kelinglar buzib ko'ramiz, o'zimiz bilan kelinglar. Drobovik olamiz, Glock olamiz. Ну, bilib bo'lmaydi, chunki u yerda balki arvoh bordir. Ну, arvoh borligiga men ishonmayman, chunki arvohlar deyarli yo'q. Ну, mayli, shu boltani ham olaylik. Lekin shu qo'shnim eshikni sindirga umuman kelmayapti. Afsuski, boshqalar jimiz ham yo'q. Stop do'stlar. Albatta, axir ochishga harakat qilib ko'raychi. Albatta, axir qo'shnim biladi. Ну, boshqa qilishga ishim yo'q. Shu boltadan joni foydalanardim, lekin birov eshigi shuning uchun buni qilgim kelmayapti. Ну, qulfi buzsa bo'ladi. Xo'sh, Glockni olamiz. Ну, meni o'zimga lazer qo'yib qo'yganman, shu orqali aniq bilsam bo'ladi. Xo'sh, qani otib ko'raychi qulfga. Ochilgandek bo'ldi. Qani. Ochildi. Ну, haligiday aytganimdek hech narsa yo'q. Bu yerda svet yoqaylikchi. Ishlayapti. Albatta, lekin bir hafta ketganiga cho'tam elektrga ishlatganiga gapirmasa kerak. Xo'sh, sandig'ida nimalar bor ekan? Odatdagidek hamma narsasi bor. Mayli, hech narsa qolmay. Bo'pti, do'stlar. Sizlar buni ko'ryapsizlarmi? Mana qaranglar, qanaqadir narsa turibdi. Yo'q, do'stlar, menimcha bu qanaqadir sirli yo'l. Buni ochib ko'rishimiz kerak. Hozir kirkam olaychi. Xo'sh, ko'raychi. U kirkada tosh sindirib ko'raman. Xo'sh, qani sinchi. Opa. Qanaqadir sirli yo'l. Menimcha qo'shnim bo'lishi ham mumkin, lekin men ishonmayapman. Juda Glock olaveradi, chunki agar Drobovik olsam, oyoqim juda baland chiqadi. Yana unga hech qanday ovoz chiqmaydigan qilaman. Hech kim yo'q. Qiziq, bo'ldi kim bor endi? Qilaman, bo'ldi kimdir bor. Sekin boraylikchi. Meni ko'rib qolmasa bo'ldi. Yo'q. Bu yerda birovlar bo'lishi noaniq, do'stlar, chunki kim bo'lganini hali bilmayman. Sekingina boraylik. Ko'rib bo'lmayapti. La'nat do'stlar, bu yerdan ko'rib bo'lmayapti. To'xtinglar. Do'stlar, skeletmi? La'nat, bu yerda skelet bor ekan, do'stlar. Men pichirlayapman, chunki eshitib qolish mumkin. Bu yerda o'zi kim bor? Ko'rib bo'lmayapti o'zi bu yerda. Bu yerda bitta skelet. Menimcha bu yerda qo'shnim narsasi bor. O'sh, qurolimiz olamiz. La'nat, qo'lingni ko'tar. Nima? Max? Gamer? Sen bu yerda nimalar qilyapsan? Bular kim endi? Bular meni yoqtirmaganlar. To'xtachi sen. Men tushundim, do'stlar. Sen mana shu biza qishloqdan shu ikkita yigitni o'ldirdingmi? Albatta. Men bunga majbur emasdim, lekin men xohladim. Men shaharga ketmadim. Balki men ularga ishontirdim. Ular mendan ketishimni ishonib, o'zlaricha har xil narsalar qilib tashlashdi va men buni kuzatib o'tirdim. Va men ulardan qasos oldim, ya'ni ularni o'ldirdim. Lekin bunday qilishing shart emas edi. Buni politsiyaga bersang ham yoki boshqa ish qilsang ham bo'lardi. Lekin
Nimalik? Bu meni hayotim, sen umuman aralashmaganman. Agar bu yerda bo'lgan biror bir hodisani aytsang, o'ldim deyman. Yo'q, men buni deyolmayman. Men buni politsiyaga aytishim kerak. To'g'ri-chun, sen bunaqa qilgan ishlaring juda noto'g'ri. Nima? Sen qasos nimaligini bilasanmi yangaymi? Men seni yoqtirmayman. Bu yerga kel, la'nati. Do'stlar. Yo'q, bo'lish mumkin emas. Bo'lish mumkin emas do'stlar. Nahotki meni o'zimni qo'shib bunaqa bo'lib chiqqan bo'lsa, men unga ishongandim u. U meni yoqtirmagan ekan, u mendan foydalangan ekan. Endi bildim. Bu yerda nima haqiqat ekanligini. La'nati chiqib bo'lmayapti. Osh bu yerdan chiqib bo'lamgina ko'raychi. Osh bu yerdan chiqib bo'lamgina. Endi chiqsa bo'ladi. La'nat. Men bunga ishonmagandim. U mendan shu paytgacha foydalangan ekan la'nati. Men buni bilmagan ekanman. Ertalab ham bo'pti. Mayli. La'nat, endi politsiya chaqirish kerak bu yerga. Men bunday deb hech o'ylamagandim. Lekin afsus. Bu ishni bekor qilibdi. Qanday 911. Allo, politsiya.